E'tibor berdinglarmi, ehsonchi blogerda atrofidagilar tomi ketishni boshladi. Mamaroza deyilayotgan Farida internetga chiqib olib qilmagan qilig'i qolmadi, hattoki chichgan axlatigacha ko'rsatib berdi. Mana bu Sitora deyilayotgan kecha kuni kallamni qo'yib gapiraman, Nozimani qanaqa holatdaligini ko'rganman, aytmayman deyapti. U badani nimaligini men aytmayman. Bugun vobshe boshqa temani gapiryapti. U iflos ana shu erkak moralni jinni qilib shu o'zini osishga majbur qilgan. Yaxshilab e'tibor beringlar-da. Ehsonchini atrofidagilar sekin направлениясini o'zgartirib turib, Sherzodni qoralashga o'tib ketishdi. Sherzodga hujum qilishga o'tib ketdi. Sherzodni urgani ketyapti turganimda birinchi politsiyaga telefon qildim, biri pasolga qildim. Pasolga qilib turib janjal qildim. Ana avaz dedim, har xil videolarda qo'ymasin dedim, asabimga tegib ketyapti dedim. Shu bola meni atrofimda o'tib qolmasin mabodo o'rtoqlar. 10 ta mashta o'tirgan ukam aytdi, "Opa toping, qamalsak qamaylaylik, shu bolani urib ko'kartiraylik. Men shu bolani jinoiy javobgarlikka ochishga nima yordam kerak bo'lsa, men yordam beraman. Xohlasa advokat, xohlasa o'zim boraman. Qamalsin shu bola. Kimga nima yordam kerak bo'lsa beramiz. Qamalsin." Endi hatya bu уже поздно уже. Ertaroq qilish kerak edi. Boshida o'zi вообще-то Sherzodning yonida turib поддержка qilish kerak emas edi. Endi ko'rgan bo'lsanglar, bularda ayb ochilib ketgandan keyin уже sekin, yo cho'ta kimnidir bo'yniga qo'ymasak bo'lmaydi degan narsa bo'ldim, nima bo'ldi bilmayman. Menda lishni shunaqa xayol bo'lyapti. Endi shuncha ish bo'lib ketdi, shuncha narsalar ochilib ketdi. Shundan keyin shu Sherzodni bo'yniga qo'yib, ishni yopdi, ko'ramiz deyaptimi degan xayol kelyapti menga. Endi sizlarda qanaqa fikringlar bilmadim. Qotillikni Sherzodni bo'yniga qo'yib, biz qochib ketamiz.